Asgardning momaqaldiroq hukmdori Thor Marvel koinotining eng qudratli, eng matonatli va tajribali qahramonlaridan biri. Ming yillik janglar, chaqmoqlar va afsonaviy Mjolnir bilan u xalqni ham, kosmik gigantlarni ham to'xtatgan. Lekin Thor yengilmas emas. Koinotda shunday maxluqlar, maxsus qurollar va dahshatli daholar borki, ular Thorni nafaqat mag'lub eta oladi, balki uni mutlaqo chorasiz ahvolga solib qo'yishga qodir. Bugun biz Thorning ustidan to'liq g'alaba qozona oladigan top 5 ta eng xavfli raqiblarni va ularning nega Thordan sezilarli darajada kuchliligini birma-bir batafsil ko'rib chiqamiz. Agar ushbu videodan kanalimizga bor yo'g'i 500 ta obunachi qo'shiladigan bo'lsa, yangi videoni tayyorlashni boshlayman va ertagayoq kanalga yuklanadi. Shunday ekan, bu jarayonni tezlashtirish uchun hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ro'yxatimizni sof jismoniy ustunlik bilan boshlaymiz. Kurs. Nega u Thordan kuchli? Keling raqamlar va faktlarga qaraymiz. Kurs oddiy qora elf emas. U qurshov toshlari va qadimiy sehr energiyasi bilan kuchaytirilgan tirik quroldir. Filmni eslaysizmi? Thor barcha kuchi bilan otgan afsonaviy Mjolnirni Kurs go'yo pashshani haydaydigandek bir qo'li bilan osongina urib yuborgan. U Thorning chaqmoqlaridan, bolg'a zarbalaridan deyarli og'riq sezmaydi. Thor jangda ko'pincha raqibini o'zining sof kuchi bilan sindiradi, lekin Kurs bilan to'qnashuvda bu taktikasi mutlaqo ishlamadi. Agar jang sehrlarsiz va qurollarsiz sof yakkama-yakka jismoniy to'qnashuv bo'lsa, Kurs Thorni shunchaki majaqlab tashlay olardi. Keyingi raqib butun koinotga vahima solgan Gor. Gorning Thordan ustunligi kuch emas, balki uning qo'lidagi qurolidir. Gor koinotdagi eng birinchi simbiot va qorong'ulik manbai bo'lmish Knal tomonidan yasalgan nekrosimbiotlar qilichiga egalik qiladi. Bu shunchaki o'tkir metal emas, bu aynan Thorga o'xshaydigan qudratli mavjudotlarning energiyasini so'rib olish va ularni yo'q qilish uchun dasturlangan tirik qurol. Komikslarda Gor ushbu qilichi bilan Thorning 3 xil versiyasiga qarshi kurashgan va ularni deyarli o'ldirgan. Gorning har qanday jarohatdan sanoqli soniyalarda tiklanishi, soya armiyasini yasay olishi va Thorning har bir chaqmoq hujumini qilichi orqali yutib yuborishi Thorni mutlaq ojiz qoldiradi. Gor bilan jangda Thor shunchaki o'z energiyasini tugatib, sekin-asta mag'lub bo'ladi. Thorning opasi Hela. Helaning ustunligi shundaki, u shunchaki jangchi emas, u biologik va sehrli manba hisoblanadi. U to'g'ridan-to'g'ri Asgardning o'zidan oziqlanadi. Asgard mavjud ekan, Hela cheksiz quvvat va regeneratsiya olaveradi. U Thor ming yildan beri eng qudratli qurol deb bilgan bolg'ani bir qo'li bilan shunchaki chilparchin qilib tashladi. Bu esa Thor uchun ruhiy va jismoniy zarba bo'ldi. Hela har qanday zirhlarni, hatto Thorning tanasini ham teshib o'ta oladigan sehrli pichoqlarni cheksiz miqdorda va yorug'lik tezligida yasay oladi. Thor o'z faoliyatidagi eng dahshatli, eng ulkan chaqmoq zarbasini Helaning ustiga yog'dirganida ham unga hech narsa qilmadi. Unda Helani jismoniy yo'q qilish uchun hech qanday mexanizm va resurs yo'q edi. Shu sababli u o'z vatanini yo'q qilishga majbur bo'ldi. Hela Thorni yenga olar ekan, demak Surtur ham bu ishni qila oladi. Mangu olov bilan birlashgan Surtur qarshisida Thor shunchaki bir chumolidir. Bu yerda hatto jang haqida gapirishning o'zi ham kulgili. Surtur shunchaki shaxs emas, u konseptual halokat kuchining o'zi. Uning zulmat qilichi shunchalik qudratli va ulkanki, u bir zarba bilan butun bir planetani yoki bo'lmasa makon va zamondagi yorug'liklarni kesib tashlay oladi. Osongina osmono'par binolardan ham o'nlab barobar ulkanlashib ketgan Surturga Thorning chaqmoqlari xuddi okeandagi tomchidek ta'sir qiladi. Thor shunchaki Surturni faqat toji yo'q, kichkina va kuchsiz holatida yenga olgan. Lekin haqiqiy formatdagi Surturni to'xtatish, unga jarohat yetkazish yoki yengishning o'zi Thor uchun emas. Surtur Thor uchun yengib bo'lmas absolyut devordir. Bu ro'yxatdagi eng aqlli va xavfli daho Doktor Doom. Doom oddiy inson, lekin u Thordan bir necha pog'ona ustun. Nega? Chunki Thor to'g'ri va sodda jangchi, Viktor Von Doom esa mukammal strateg va intellektual dahodir. Doom bir vaqtning o'zida ham koinotdagi eng ilg'or texnologiyaga, ham oliy sehr darajasidagi qorong'u sehr joduga ega. Komikslarda Doom asgardliklarning anatomiyasini va sehrli manbalarini o'rganib chiqib, ularning kuchini so'rib oluvchi va neytrollovchi maxsus
zirhlar hamda moslamalar yasagan. U Thorning hissiyotlarini va soddaligini o'ziga qarshi ishlatadi. Yaqinda chiqqan Qasoskorlar Qiyomat kuni filmining ilk treylerida bizga aynan ushbu to'qnashuvni taqdim etishdi. Thor bor kuchi bilan Stormbreaker yordamida Doomga hujum qilgan payt Doom uni ikki barmog'i bilan to'xtatib qoladi. Bilamizki, Thorning boltasini Thanos hatto cheksizlik toshlari bilan ham to'xtata olmagan. Ushbu sahna Doomni Thanosdan anchagina ustun ekanligini ko'rsatib berdi. Sizningcha Thor Qasoskorlar Qiyomat kuni filmida Doktor Doomni qanday qilib yengish yo'lini topa oladimi? Va ushbu ro'yxatdagilardan qaysi biri Thorni ko'proq qiynagan bo'lardi? Albatta fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Shunga o'xshash videolar tez-tez chiqishi uchun esa ushbu videodan 500 ta obunachi kelishi kerak. Shunday ekan, hoziroq kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.